Ijtimoiy tarmoqlarda yana katta shov-shuv ko'tarildi. Kuni kecha bo'lib o'tgan O'zbekiston va Gabon futbol o'yini boshlanishi vaqtida Abdurahmon Fozilov bilan bog'liq yomon holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu safar oddiy mish-mish emas. Bir bola video murojaat bilan chiqdi. Uning aytishicha, u ukalari bilan stadionda birinchi qatorga qonuniy bilet olib kirgan va joylashgan. Ammo aynan o'yin boshlanishi paytida Milliy gvardiya xodimlari kelib, bu yerda o'tirish mumkin emas deya uni joydan turishga majbur qilgan. Bola video murojaatida biletlarini ko'rsatganini, lekin shunga qaramay unga ishonishmaganini aytadi. Eng shov-shuvli jihati esa shu vaziyatni kuzatib turgan Abdurahmon Fozilov ham aralashib, bolaning so'zlariga ko'ra haqoratli ibora ishlatgan. Aynan mana shu video qisqa vaqt ichida tarqalib, ijtimoiy tarmoqlarda katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Kimdir bu holatni keskin tanqid qilmoqda. Bu juda noto'g'ri. Muxlisga bunday munosabat bo'lmasligi kerak. Boshqalar esa ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Vaziyatning boshqa tomoni ham bo'lishi mumkin. To'liq holatni bilmasdan hukm qilish qiyin. Hozircha bu voqea yuzasidan rasmiy izoh berilgani yo'q. Shu sababli ko'pchilik voqeaning asl tafsilotlarini kutmoqda. Siz bu holat haqida qanday fikrdasiz? Bu adolatmi yoki tushunmovchilik? Izohlarda yozib qoldiring. Abdurahmon Fozilov hard iplos odam ekan. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Umar, Jonim futbolim kanali egasiman. Ukalarim bilan bilet olib, ticketda bilet olib o'yinga tushgan edim. Bugun O'zbekiston Gabonga qarshi o'ynayotgan. Mana hozir o'ynashyapti. Birinchi rad va birinchi qator 3 ta joy olgan edim. Kelib o'tirdim joyimga. Milliy gvardiya xizmatini bilmadim, administratormi, menejermi kimdir kelib, joylar bu yerda o'tirish mumkin emas, turib ketlaring dedi. Qo'pol tarzda birinchi bo'lib gapirishni boshladi. Men ko'rsatdim biletlarimni, biz buni olganmiz deb isbotlab berdim. Keyin boshqa odam chaqirdi. U ham men keyin sal qo'polroq gapirgandan keyin men ham tan olaman, qo'polroq gapirdim, lekin men so'kmadim. Bittasi qo'limdan tortib, tunnelga olib kirib ketdi. Biletlaringni ko'rsat dedi. Fake hozir mashinnikmisan deb aytishni boshladi. Yo'q, men ticket olganman. Xuddi shu paytda yonimizdan Abdurahmon Fozilov o'tib ketdi. Reels men bir bola video oldi, shuni yonimizda oldi. Keyin men yana joyimga qaytib o'tirganimda, yo'q, bu yerdan turmayman degan paytimda bir nechta Milliy gvardiya ishchilari hamda administratormi, menejermi kimdir kelib, birinchi bo'lib sansirab, qo'pol tarzda gapirib, qo'limdan tortib, olib chiqib ketishyapti. Abdurahmon Fozilov yonimizdan o'tib ketdilar. Men ularni to'g'risi men obuna bo'lgan edim ham, hatto ularga ularning videolarini ko'rardim ham. Bu yaxshi odam deb o'ylasam, hech narsa menga demasdan, holatni tushunmasdan Milliy gvardiyaning orqasiga turib olib, tur bu yerdan dalban dedi. O'zidan o'zi baqirib, bu yerda o'tirgan odamlar ham hatto eshitdi, lekin hech kim ahamiyat bermadi, hech kim indamadi. Nima men qo'pol gapiryapsiz, nima unaqa so'kyapsiz, kimsiz desam, remenimdan ushlab olib, tunnelga olib kirib ketdi. Men uni itarishga harakat qildim. Milliy gvardiya nima odamlar ham unga yordam berib, ichkariga olib kirib ketishdi. Qo'limni qattiq siqib, bu yerdan turib ketasan dedi. Undan tashqari ham men boshqa joy topib berishga harakat qildim. Odam o'tirgan joyni ko'rsatyaptim. Men bu yerda o'tirishing kerak. Bu yerda o'tirishing kerak deb 11-joy ko'rsatyaptim. Men birinchi joyni olganman. Birinchi joyni ko'rsatib isbotlab bersam, jahl qilib, remenim tortib ichkariga olib kirib ketdi meni. Keyin u yerda bo'lib chiqarib yuborlaring buni da. 5 kishi Milliy gvardiya xizmatlari, yana kimdir va Abdurahmon Fozilov shaxsan ular meni stadiondan chiqarib yuborishdi. Abdurahmon Fozilov meni ishtonimdan tortib stadiondan olib chiqib ketdi o'zi. Yonimizdan 10 ta 20 talab odam o'tdi, hech kim indamadi bunga. Xo'p, mayli, bundan keyin stadiondan chiqib ketayotgan paytimizda yana kimdir kattaroq odam keldi. Sen nima kimsan, mashinnikmisan deb dapros qilishni boshladi yana. Bileting ko'rsataman, men olganman. Biletimni sansirab, so'kinib, qo'limdan ushlab olib, bu ham qo'pol tarzda ushlab olib, chiqarib yuborishga harakat qildi. O'zim ham chiqib ketayotgandim, o'sha nastroyeniya qolmagan edi. Ikkita ukam bor edi, ikkala ukam ichkarida qolib ketdi. Keyin Abdurahmon Fozilov o'zi kelib, bitta odam